16-bob. Odamlarga yordam va hurmat. Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Alloh bir birodarining hojatini chiqarmoq niyatida yurgan kishining oyoqlarini sirot ko'prigida mustahkam qiladi. Imom Sharoniy Al-Bahrul Mavrud fil Mavasiqul Uhud asari 138-bet. Bu haqda yana Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shunday ta'kidlari bor. Alloh bir bandani modomiki o'z birodarining hojatini ravo aylar ekan, qo'llab turguvchidir. Abu Hurayradan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Alloh inson bolasini yer yuzida tartib va adolat o'rnatishi uchun o'zga mahluqotdan aziz va mukarram ayladi. Ali Havvos aytgan ekanlar: Allohning bir bandasiga ato etgan yaxshiligi va farovonligini ko'tarish vaqti kelganida yerga xos farishtalarni tushirib uni sinaydi. Farishtalar xalqqa mehmondo'stligi, saxiyligi bilan ma'lum va mashhur zotning ostonasiga kelib, undan o'jarlik bilan so'ray boshlaydilar. So'raganlarni ado etgach, to u yomon sifatini namoyon etib, jahli chiqqunicha takror so'rayveradilar. Kishining jahli chiqqach, farishtalar buni Allohga yetkazadilar va u bu odamni yaxshilikdan mahrum etadi. Bu ma'no Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarida o'z tasdig'ini topgan. Alloh azza va jallaning ba'zi bandalariga muqarrar qilgan shunday ne'matlari borki, modomki odamlarga yordam qilish jonlariga tegmas ekan, ularga yetib turadi. Agar odamlarga yaxshilik qilish jonlariga tegsa, unda Alloh azza va jalla bu yaxshiligini boshqalarga olib beradi. Abdulloh ibn Umardan Tabaroniy rivoyat qilgan. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam yana shunday deganlar: Ey Oysha, Alloh azza va jallaning senga bergan yaxshiliklarning haqqini bajo keltir, chunki bu ne'matlar bir xonadon ahlidan olib qo'yilganidan so'ng juda kamdan kam qaytarib beriladi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan Tabaroniy rivoyati. Insonlarning hojatlarini chiqarmoq fazilati. Ey musulmonlar! Bizning mo'min birodarlarimizga yordam va hurmat ko'rsatishimiz bu Allohni ulug'lagan va sharaflaganimiz demakdir. Shu sifat tufayli mo'min kishi chin taqvo sohibi bo'lishi mumkin. Solihlardan Ma'ruf Karxiy Davud Toyi ashablaridan birlarining o'zlariga aytgan nasihatlarini shunday hikoya qiladilar. Yaxshi ishlarni to'xtatishdan saqlangin, chunki yaxshi ishlar seni yaratganning roziligiga yaqinlashtiradi. Shunda men bu yaxshi ishlar jumlasiga nimalar kirishini so'raganimda, u menga shunday javob berdi. Alloh azza va jallaning ibodatida doimo qoyim bo'lishing, mo'minlar xizmatida bo'lishing, ularga yaxshi nasihatlar qilishingdir. Odamlarning eng pastkashi bir boyning oldida xushomad qilib o'zini yerga urgan kambag'aldir. Odamlarning eng ulug'i kambag'allarning oldida o'zini kamtarona tutib, hurmatlarini saqlab, xizmatlarini qilgan boy badavlat kishidir. Solih insonlar o'tmishda birodarlarning hojatlarini chiqarib, o'zlariga zamondosh kambag'allarning og'irligini yengillatishga doimo harakat qilib kelgan ekanlar. Imom Sharoniy aytadilar: Men janobim Ali Havvosdan ba'zi zamonamiz ahlining axloqiy saviyalari tushib ketgani sababini so'radim. U zot javob berdilar: Buning asosiy sababi odamlarni bir-birlariga mehru muhabbatli hamda oqibatli qilib turadigan sabablarning oradan ko'tarilib qolgani bo'ldi. Bular o'zaro hol-ahvol so'rashib, bordi-keldi qilish, sovg'a-salom, hadyalar ulashish, qurbonliklar qilib ko'ngil ovlash va shu kabi boshqa yaxshi ishlardir. Hadisda aytilganki, qalblarning tabiati shunday yaratilganki, yaxshilik qilguvchilarni sevadilar. Ibn Mas'uddan rivoyat qilingan Xatib Bag'dodiy rivoyati. Ali Havvos otalarining bunday deganlarini aytib bergan ekanlar. Nozik gazlama, movut, ko'ylak, oyoq kiyim, sovun, bug'doy, arpa, shakar, asal, qurbonlik go'shti, shirinliklar, ayollar uchun ipak ro'molchalar, mahsalar va boshqa shunga o'xshash tirik odamga kerak bo'ladigan narsalarni sotib olganimni eslay olmayman. Bularning barini va yana boshqa narsalarni bizga do'stlarimiz hadya etardilar. Bundan ma'lum bo'lmoqdaki, modomki odamlar bir-birlariga yaxshilik qilib yordamlashar ekanlar,
ko'ngillarida mehr-muhabbat ortib, birlashuv paydo bo'ladi va ularga hech qanday musibat tahdid sola olmaydi. Rivoyatlarga ko'ra, falokat va g'ussalar yer va ko'k o'rtasida to odamlar aro janjal sodir bo'lgunicha muallaq turadi. Qachonki odamlar ko'ngliga nizo oralasa, falokatlar yog'ila boshlaydi. Muridlarni hatto fikran qoralashdan ham tiyilmoq kerak. Bordi-yu ular senga bizlarga yaxshilik va ehson qilmaydigan bo'lsang, bizlarning oramizda yurmagin deganday gap qilsalar ham, aslida bu ularning mol va dunyoni sevganlaridan emas, balki seni sinab ko'rmoqchi bo'lganlaridandir. Bundan murod ular sening o'zlariga nisbatan mehr va muhabbating darajasini tekshirib aniqlamoqdir xolos. Afsuski, ko'pgina tijoratchi va boylar o'zlarining pir va ustozlariga Allohga qasamki, siz bizga mol-mulkimiz, farzand va ahlimizdan ham azizroqsiz deydilar u mabodo zaruratdan biror dinor so'rab qolguday bo'lsalar, o'shani ham qizg'anib, ayanchli ahvolga tushib qoladilar. O'zlarining tarbiya kunandalariga nisbatan shunday qizg'anchiq bo'lganlaridan so'ng, o'zgalarga qanday muomalada bo'lishlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ey birodar, shuni ham bilib olingki, uylanish va nikoh taraddudida yurgan bir muhtojni qo'llamoq, qullar ozod etib, g'azotda qatnashmoqdan ko'ra afzal va savobliroqdir. Ey birodar, bandaning cho'ntagida 1000 dinor ya undan oshiq pul bo'lgani holda, biror bir quduq qazimay, biror bir faqirni nikohlantirib qo'ymay, biror bir yetimni kiyintirmay, qarzdorning qarzini to'lamay, biror qo'shnining qalbini ovlamay, bu dunyodan o'tib ketishi katta musibatdir. Bundan qo'rqing. Imom Sharoniy derdilar: bizdan biror bir musibat va baloga giriftor bo'lganlarning g'am va tashvishlarida hamdard va sherik bo'lmoqligimiz haqida ahdimizni olganlar. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: mo'minlar go'yo bir yaxlit tan kabidirlar. A'zolardan biri og'riguday bo'lsa, butun vujud uyqusizlik va harorat bilan unga muvofiqatda bo'ladi. Imom Sharoniy, Buxoriy rivoyati. Muslimda boshqacharoq lafzda kelgan. Shuningdek, bizdan mabodo 20 va undan ko'proq daqiqaga uyimizdan chiqquday bo'lsak, shunday deyishimiz lozimligi haqida ahdimizni olganlar. Allohim, sening ilmingga ma'lumki, agar mening mana shu yo'qligimda birodarlarimdan kimdir yo o'zgalardan biror bir kishi ehtiyoj yoxud hol ahvol so'rab uyimga kelgan bo'lsa, qaytgunimcha uni o'sha yerda tutib turgin. Bordi-yu yo'lga chiqqan bo'lsa, to yetib kelgunicha meni o'sha joyimda ushlab turgin.